Kofe mashina olayotgan paytda aynan shu jihatlariga e'tiborli bo'ling, shunda adashib qolmaysiz. Kapsula kofe mashinalar plyus tomonlari: kofeni tez damlaydi, oshxonangizda katta joy egallamaydi va narxi siz o'ylagandan ko'ra ancha arzon bo'ladi. Minuslari esa kofesining mazasi o'rtacha chiqadi, damlanadigan kofe turlarining kamligi va kapsulasi doimiy sotib olinadi va u qimmat turadi. Rashkoviy kofe mashinalar plyus tomonlari: kofe damlanishini to'liq nazorat qilasiz. Kofeni kremli va juda mazali damlaydi. Narxlari esa o'rtacha va sifatiga qarab balandroq bo'ladi. Minuslari esa qo'l mehnatining ko'pligi, ya'ni har bir ishni qo'lda bajarasiz. Yaxshi kofe damlash uchun esa albatta tajriba kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda har bir porsiya kofe damlagandan keyin rajogini to'kishingiz kerak. Avtomat kofe mashinalar plyus tomonlari: foydalanishga shunchaki juda qulay. Bitta sensorni bosish orqali istalgan kofengizni tayyorlab ichasiz. Kofe donlarini momental maydalaganligi uchun juda ham kofengiz mazali chiqadi. Damlab yurish kofe turlari esa odatda juda ham ko'p bo'ladi. Minuslari esa afsuski yuqori narx. Yaxshi avtomat kofe mashinalar arzon turmaydi. O'lchamlari esa kattaroq bo'lganligi uchun oshxonangizda ko'proq joy egallaydi. Ichidagi detallari esa ba'zida yuvib turilishi kerak. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, uni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlab qo'ying. Bozorbozlarga har doim eng yaxshini tavsiya qiladi.